O'zbekistonda sifati bo'yicha tanilgan Bon.uz qurut semichka mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayoniga kelganmiz. Aynan Bon.uzning asoschisi Abduqahhor akam. Abduqahhor aka, bu mahsulotlar necha xil va qaysi davlatlarga eksport qilasiz? Hozirgi kunda 20 xil mahsulotimiz bor. 8 xil, 10 xil qurtlarimiz bor. Semichka bor, popkorn bor, sirni palchka bor. Mahsulotlarimizning sifati yaxshi bo'lganligi uchun Xudoga shukr Amerikaga ham eksport qilamiz hozir. Bundan tashqari qo'shni davlatlarga, Qozog'istonga, Qirg'izistonga eksportlarimiz bor. Abduqahhor aka, bu darajada sifatli bo'lishining siri nimada mahsulotlaringiz? Avvalambor baribir yaxshi narsa, sifatli narsa ishlatamiz, toza narsa ishlatamiz, chakkini yaxshisini olamiz, suzmani yaxshisini olamiz. Masalan, semichkani ham Xitoynikini olamiz, ichki bozori semichkasini olib aralashtirib sotmaymiz. Endi farqimiz yaxshi sifatli halol toza narsalar ishlatamiz. Demak, ishlab chiqarish jarayonini siz bilan ko'rib chiqamiz. Ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatsangiz bizga. Men Nom haqida gapirsiz. Qayerdan bu nom qo'yish xayolga keldi? Bon.uz bu nomni ancha o'ylaganman. Boshida o'sha nima nom qo'ysam ekan deb ishni boshlashdan oldin mana shu nomni o'ylashimga ham ishonsangiz agar 6 oydan shu vaqt ketgan. Endi nom qo'yayotganda juda ham e'tiborli bo'lish kerak-da. Ana eksportni mo'ljal qilganingizdan keyin, katta davlatlar bilan ishlashni mo'ljal qilganingizdan keyin, katta setlar bilan mo'ljal qilganingizdan keyin o'sha nomingizga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi-da. Buni o'ylab mana shu narsa kelgan. Endi ana o'zbek tovar O'zbekistonligini, O'zbekistonda tovarligini bildirish uchun ham shu bon so'zi kelgan. Bon degani fransuzcha yoqimli ma'noni bildiradi. Bon.uz qo'yganmiz. Yoqimli O'zbekiston degan ma'noda. Bu nomni qo'yganimizdan keyin muammoga ham uchraganmiz. Inostraniy kompaniya bor, endi ko'pchilik biladi. Bon degan shirinlik qandollati bor. O'shalar bizani sudga berib yuborgan. Sen bizani nomimizga o'xshatib qo'yyapsan deb. Endi ular meni bilishimcha bizdan oldin ochilgan, patentlagan bo'lsa kerak. Uni uz qo'shimchasi yo'q. Uz qo'shimchasi yo'q, lekin просто ularda bonni o'zi. Bizda bon.uz. O'shani bizani sudga bergan. Endi sud jarayonida bilmayman nimagadir, endi qanchalik shaffof bo'lgan sud, men unisini bilmayman. Inostraniy kompaniya bo'lganligi uchun sud ularni anaqasiga foydasiga hal qilib bergan. Bizga aytishgan o'sha tochkani olib tashlang deb. Bizani o'zi asosiy anaqamiz ham o'sha ajratish bo'lgan o'zi Bon.uz. Lekin bizdan shuni talab qilishgan, tochkani olib tashlang deb sud bizlarga, lekin qo'limda, meni ham qo'limda patentim bo'lgan. Eng qizig'i, menga patentlab bergan o'sha nomni patentlagan kompaniyani meni qo'limda o'shalarni hujjati bo'lgan. O'shanda ham u inostraniy kompaniyani anaqasiga polzasiga решение chiqarib berishgan. Shundan keyin o'zgartirdik. Shundan keyin o'zgartirganmiz, tochkani olib tashlaganmiz. Endi baribir biladiganlar o'sha Bon.uz deb anaqa qiladi, talaffuz qiladi hali ham. Bilmaydigan yangi xaridorlarimiz bonus nimani hisobiga bonus beryapsizlar deb ozgina chalg'ishadi. Endi yana o'sha o'zimizni shu nomimizni tiklash uchun yana hozir logotiplarimizga ozgina o'zgartirish kirgizib, o'sha baribir ajratmoqchimiz. O'sha Bon.uz talaffuz bo'ladigan qilib ajratmoqchimiz. Ishlab chiqarishingiz zo'r ekan, ko'rdik. Ishlab chiqarishingiz zo'r, talab zo'r ketyapti qurtingiz. Sizni nima ko'tarib berdi shunchalik qurtingizni xalq ichida sotuvi yaxshi bo'lishiga, umuman bozor chaqqon bo'lishining asosiy sababi nima deb o'ylaysiz? Asosiy sabab baribir sifatda ekan. Endi ko'pchilik arzonchi narsa qilib 1 oy, 2 oy yoki nari borsa yarim yil bozorda paydo bo'lishadi, boshqa qilishadi, bozorni loyihalantirishadi. Keyin xalq baribir biladi bu narsani, sifatsizligini. Keyin avtomat o'zligi bozordan chiqib ketishadi. Endi bizning asosiy maqsadimiz hamma e'tiborimizni sifatga qaratganligimiz uchun xudo xolasa o'shaning uchun ham bozorda xudoga shukr 5-6 yildan beri o'zimizning o'rnimiz bor. Asosiy maqsad sifat. Okay. Sifatga e'tibor beramiz. Abduqahhor aka, o'zi qurut ishlab chiqarish kimdan chiqqan idea, kimdan chiqqan fikr? Men o'zim ishlab chiqarishni yaxshi ko'rganligim uchun boshqa keyin o'sha yaxshi qurt topolmaganman. Men qurtni o'zim ham ishqibozman, o'zim ham
tanishlar, uydagilar hamma qurtga ishqoz. Bozorda yaxshi qurt juda ham kam bo'lganini hisobiga boshqa odamlarga o'sha yaxshi narsa yetkazib berish maqsadida o'zimiz ham foydalanib, uyalmasdan, qo'rqmasdan birovga ham tavsiya qilish uchun o'zimiz noldan mana shu narsani qilaylik deb boshlaganmiz. Bugungi kungacha necha pul tikdingiz? Bugungi kungacha 50 ming 60 mingdan oshuv оборудованияларimizni o'ziga, texnikamizni o'ziga, bundan tashqari korobkamiz bor, paketimiz bor. Mamlakat sushkalar, polkalar, mijozlarga berishga, dillerga, anaqaga 100 ming ketdimi jami? Jami bo'lib 100 mingga ketgan. Jami bo'lib 100 mingga ketgan. Bizning ishlab chiqarishimiz seximiz shu. Qurt sexini mana shu tayinlaymiz. Nechta xodim ishlatasiz? Bu yerda qurt seximizda 10 ta xodim ishlaydi, 10 ta bolalarimiz ishlaydi. Bu bizning tayinlanish prosesimiz. Biz suzma olib kelamiz, shakka olib kelamiz. Tayyor qurut sotib olmaysizlar? Tayyor qurut sotib olmaymiz. Suzmadan, noldan o'zimiz boshlaymiz. Suzmalarimizni tuzlash jarayoni bu bizning asosiy qurolimiz, fishkamiz. Filtr vazifasini bajaradi. Qurtning ichidan chiqib keladigan har xil noxush narsalarni, o'sha qil, soch bo'ladimi, tosh bo'ladimi, o'sha narsalarni hammasini oldini oladigan filtr bu. Tozalab beradigan filtr. Bu bizning asosiy qurolimiz, fishkamiz. Ko'pchilikda 70-80% qurtchilikda bo'lmaydi bu narsa. Bunda 3 ta qo'ygan ekansiz-a? 3 ta qo'yganmiz. Endi ob'yomni oshirish maqsadida 3 ta qo'yganmiz. Bir kunda necha kilogramm qurut ishlab chiqarasiz? Bir kunda 1 tonnagacha chiqara olamiz. 1 tonna? 1 tonnagacha qurt chiqara olamiz. Bundan keyingi jarayon qaysi? Ishimizda bu jarayondan chiqqandan keyingi etapi yo'lda bo'ladi. Bu apparatimizning vazifasi filtrdan o'tgan toza suzmani jipslashtirib beradi. Vyaskisini jipslashtirib berib, suyu suzma, kartuch suzmalarni hammasini birlashtirib, jipslashtirib, anaqadan o'tkazib beradi. Baldan o'tkazib beradi. Bir xilgi qurutlarni ichini ochsa, ichi g'ovay bo'ladi. Bo'shib qoladi. Bu mana o'sha bo'sh bo'lmasligini oldini olib beradi. Bizning qurtimizning ichi g'ovay bo'lib qoladi. Ishlaganingizda to'kilib ketmaydi. Bundan keyingi jarayon? Bundan keyingi jarayon yo'lda bo'ladi, o'sha dumalolash jarayoni. Bu soatiga yoki bir kunda ishlab chiqarishni qancha bo'ladi? Soatiga 100 kilo, 150 kilo bemalol chiqarib beradi. Shuni o'zi. Shuni o'zi. Texnikani qayerdan olgansiz buni? Xitoyniki. Xitoyniki. Razmerlarni o'zgartiradimi? Razmerlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Xohlagan razmeringizni qo'ysangiz bo'ladi. 5 grammdan 20 grammgacha qilsangiz bo'ladi. Bizning asosiy yutug'imiz hamma proses qurtlarni o'zimiz qilamiz. Suzmalarimiz ishonchli, yog'li, yaxshi suzmadan qilamiz. Endi hamma qurtni tayyorlash jarayoni har xil. Biz ichiga har xil narsalar qo'shib, narx-navosini tushirmaymiz, servis-to'yini tushirmaymiz. Boricha qilamiz. 100% suzmadan tayyorlanadi. Ichiga hech qanaqa qo'shimchalar qo'shmaymiz. Necha yildan beri bu sohadasiz? 6-yili, 2020-yilda asos solganmiz. 6-yili xudo xolasa sohadamiz. Bu lazerli apparat, bu har bitta chiqayotgan mahsulotni o'qiydi. Glaz deyiladi bu bizning tilda. O'sha grammajlarini mana shu o'qib turib belgilab beradi. O'zi kesar ekan. O'zi kesadi, o'zi kesib beradi. Chiqayotgan mahsulotni ko'rib turib o'zi kesib beradi. Grammlarni masalan 5 grammligiga qo'yib qo'ysangiz, 5 grammlik chiqqanda 10 grammligiga qo'yib qo'ysangiz 10 grammlik. O'zi o'qib avtomat kesib beradi. Bu dumaloq qurut ishlab chiqarish. To'rtburchak qurutlarni qanday ishlab chiqaradi bu? To'rtburchak qurutlarni unga ham maxsus apparatlarimiz bor. Unga ham apparatlar chiqadi. Ha, menda dumaloq. To'rtburchakga har doim chiqsa, to'rtburchak ham beraveramiz. Unda ham muammo yo'q, apparatlarimiz bor. Bundan keyingi jarayon quritish jarayonimizga kiradi. Apparatimizdan chiqqandan keyingi jarayon shunaqa maxsus o'zimizning yachiklarimiz bor. Shunda ozgina selini quritib olamiz. Selini olib olamiz. Sushkaga kirgizishdan oldin qurtlarimiz yorilib ketmasligi uchun, sarg'ayib ketmasligi uchun ozgina mana shu selini olib olamiz. Abqohir aka o'zi qurut ishlab chiqarishdan nimaga ahamiyat berish kerak birinchi bo'lib? Birinchi bo'lib shu tozaligiga, gigiyenaga ahamiyat berish kerak. Chiqayotgan mahsulotni sifatiga ahamiyat berish kerak. Ichiga qo'shilayotgan narsalarga. Selini olib bo'lganimizdan keyin sushkamiz bor, maxsus quritish xonasini shu yoqqa kirgizamiz qurtlarimizni. Bu sushkani qanaqadir gradus qo'yiladimi? Qo'yiladi. Erta 15-20 gradus bo'lishi kerak. Undan oshib ham ketish kerak emas, tushib ham ketish kerak. O'shanda qurtlar bir xil o'zini tempida yaxshi qurib oladi. Sarg'ayib, yorilib ketmaydi. O'zining maxsus graduslari bor, shularga qo'yib qo'yamiz. Batonchiklarimiz qo'yganmiz. Toza havo olib kelib, nam havoni chiqarib oladi tashqariga.
Bu ham bizning bitta yutug'imiz. Bu ham katta burchak. Ko'pchilik raqobatda uyda qiladiganlar hovlida quritishadi. Bu gigiyena nazaridan, tozalik nuqtai nazaridan mana shu maxsus xonamiz. Bu necha pulga tushdi sizga? Sushkani o'zimi, Sushkani o'zi 15 mingdan oshirishgan. Sushkani o'zi. Sendviç panelida qilinganda bu maxsus. Har bitta motorni o'zida 20 tadan oshiq motor bor. necha kilo quritasiz bir vaqtda? Hozir kirgan mana shu qurtlarimizni 300 kilo, 400 kilo qurt kirgan mana shu to'z. Har 6 soatda 300 kilo qurtni quritib tayyor qiladi. Bu ham ta'miga ta'sir qiladimi? Ta'sir qiladi albatta. Ta'miga albatta ta'sir qiladi. Yeganingizda yog'li, mazali qurt bo'lib, mana shu sushkada quritganimiz hisobiga ta'mi mazali chiqadi. Ta'mini yeb ko'ring. Uqalanib ham ketmayapti. Uqalanib ketmayapti. Ha, uqalanib ketmaydi. Bu yangi kirgan 6 soatida o'sha yaxshi bo'lib, mukammal qurib oladi. O'shanda tishlaganingizda o'sha sariyodek kesiladi. Tekis bo'ladi. Svejiligini hisobiga. Rosta sariyodek kesilyapti. Mazza qurtaga rosta. Kamizor. Bundan keyingi jarayonimiz qadoqlashmasa kerak. Bundan keyingi jarayon o'sha qadoqlashsa. Marhamat, endi qadoqlashga boramiz. Sushkamizning asosiy vazifasi odamlarga sifatli gigiyena, gigiyenetik toza mahsulot yetkazib berish sushkaning asosiy vazifasi. Ko'pchilik ko'chada changida quritadi, boshqa qiladi. U gigiyenaga ham to'g'ri kelmaydi. Keyin mahsulot sifatini ham buzadi. Har xil qora tochka dog'lar paydo bo'ladi. Odamlar ko'rganda o'sha qatta qilinganini sezadi-da. Bu sushkamizda xudo xolasa hech qanaqa unaqa changdigan narsa yo'q. O'zinglar ko'rdinglar, sifatga alohida e'tibor berganmiz. Tozalik birinchi o'rinda. Hech qanaqa anaqalar bo'lmaydi, chang-panglar bo'lmaydi. Keyingi jarayonimiz tayyor bo'lgan qurtlarimizni Pulga aylanadigan jarayoni bu. Ko'kovga qilish jarayoni sotuvga tayyor bo'ladi. Bitta nechta xodim ishlaydi? 5-6 ta xodimimiz ishlaydi. Shu qurtlarni nazorat qilishadi. Endi singanlari bo'lsa, boshqa bo'lsa kontrol qilib qoliplarga solib turishadi. Assalomu alaykum, xormanglar. Bu liniya o'zi aylanaveradi, ishlayveradi. Bu liniya o'zi ishlayveradi avtomat. Bu yerda solib turishsa bo'ldi. Nechtadan soladi, qulfga gapirib ketadi. Grammajligiga qarab sovurishadi. Bu qolipimizda 9 talik qolipimiz bor, 6 talik qolipimiz bor. 9 ta, hozir 9 talik solinyapti, ya'ni 45 gramm degan. Buni grammajini o'sha anaqasi qolipini o'zgartirib, grammajini o'zgartirib yuboradi. Alkohol aka, qurutni tarkibida nimalar bo'ladi? Nima qo'shiladi o'zi? Tarkibida asosiy, endi men o'zimnikidan kelib chiqib aytaman. Meni produktim ichida qurutda suzma bor. 100% suzma bor. Ozgina tuz qo'shiladi. O'zini o'sha srokini, muddatini uzaytiradigan qo'shimchalarimiz bor. O'shani qo'shamiz bo'ldi. Endi ani odamlarning nazarida shunaqa narsa bor, qurutga masalan un qo'shadi deydi, oxiy qo'shadi deydi, un qo'shadi. Bu balki bordir shunaqalar. Bor ham, o'shaning uchun ham odamlar shunaqa negativ fikr bildiradi. Lekin biz nomimizga yarasha ish qilamiz. Nomimizni hech qachon bulg'amaymiz. Qurtlarimiz 100% ishonchli. Suzmani ham o'zimiz tayyorlaymiz. Biz uchun masalan maxsus tayyorlab beradigan xodimlar bor. Suzmani ham ani duch kelgan odamdan suzma olib keltirmaymiz. Asosan qayerlardan kelasiz? Asosan o'sha Samarqandniki kelgan o'sha Jizzax, Zomin tumanlaridan olamiz, Samarqanddan olamiz. Asosiy Samarqanddan. 60-70% Samarqanddan, Jizzaxdan ham olamiz. O'sha Jizzaxni o'sha Zomin taraf, tog'li hududlaridagi bor suzmalari. Farqi bor-a? Farqi bor, albatta farqi bor. O'sha shirinroq, mazaliroq bo'ladi. Bizning suzmani oladigan alohida mutaxassisimiz ham bor. Kim ko'chadan suzma olib kelsa, o'sha suzmani olib keltirmaymiz. O'zimiz borib, ko'rib, joyida yeb ko'rib, bizning sifatimizga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, hamma narsasiga e'tibor berib olamiz. Kerak bo'lsa, bizda shunaqa apparatimiz bor. Sutdan ham qilib ketaveramiz. Muammo yo'q. Bizga tayyor suzma bo'lishi shart emas. Sutdan o'zimiz chakib tayyorlab olamiz. Apparat Xitoyniki bu ham? Apparat Xitoyniki, maxsus apparat. Bu o'zimiz ichidagi havoni qurityapti adashmasam. Ha, bu vakuum apparat, qadoqlab, vakuum qilib, mahsulotni srokini uzaytirib beradi. Yana ham uzaytirib beradi mahsulotni. Bu kesadi. Bu kesib beradi. Bu kesish jarayoni. Bu yerda data uradi, bu yerda sana urib beradi, ya'ni bu yerda kesib beradi, kesish jarayoni. Sana deganingizga sizni qurut mahsulotlaringiz necha oylik yaroq muddati bor? Bizaniki o'zi asli 6 oy muddati,
lekin qurtimizning sifati 1 yilgacha ham turib beradi. Hozir teng bo'li yangi mana qadoqda qolamiz, shuni hisobiga mahsulotimizni 1 yil ham turib beradi. Bonus ko'rganlar bormi? Ta'mini bilganlar. Kommentariyada yozib qoldilar, sifati qanaqa. Shaxsan o'zimga sifati yoqdi aka. Mana buni ochib yeb ko'ring. Boyigidan umuman farq qiladi. Boy svejiy yedingiz, bu masalan уже qurgan holatda, уже tayyor упаковка bo'lgan holatda. Demak 100% qurganda ta'mi yana ham o'zgaradi. Ta'mi yana ham o'zgaradi. Mana bu turgan sari o'zgaradi. Masalan bir xilla aytadi, tursa sal sarg'ayib qoladi-yu, eskirib qolibdi. Yo'q. Bu turgan sari bu vakuumda turgan sari ta'mi yana ham yaxshilashaveradi. Bir oy, hozir yedingiz, 10 kunlik masalan qurt yedingiz, 1 oylik qurt yesangiz, 1 oylik naborot o'sha hamma vitaminlarini, hamma chakkili, anaqasi reaksiyaga kirishib olgan bo'ladi, ta'mi yana ham yaxshi bo'ladi. Qo'rqmasdan biz shu upakovkamizni, shu qurtimizni даже Xudoga shukr Amerikaga ham eksport qildik. Amerikaga ham boradi. Amerikada Toshkent supermarketlarida sotiladi. O'zbekiston qurtlari Amerikani ham sotib ketyapti. Yana qaysi viloyatlarga, davlatlarga beradi? Qozog'istonga beramiz. Endi xudo xolasa maqsadlarimiz bor. Afg'oniston bozoriga chiqish, Iordaniya bozorlariga chiqish, Polshalarga chiqish. Taklif bor xudo xolasa. Abduqohir aka, haqiqatdan mahsulotingizni sifatiga gap yo'q. Maza qildim ochig'i o'zim yeb. Abduqohir aka shunday takliflar bo'lishi mumkin. Mahsulotingizni sifati zo'r. Nomini o'zgartirib ber, mani brendimni qo'yib chiqarib ber deysiz sizga. Bunaqa takliflarga qanaqa qaraysiz? Ko'ramiz, o'ylab ko'ramiz. Takliflar bo'lsa, qilib beramiz, muammo yo'q. Faqat endi kelishuv asosida qilib beramiz, chunki bu har bitta paketda kimdir meni nomimni qo'yib bergan desa, biz buni masalan qoldirishni qo'yib qo'ya olmaymiz yoki ko'chada oddiyani pechatda qildira olmaymiz. Bu har bittasi katta pul, katta mablag' talab qiladi. Nomni o'zgartirish spesial masalan qolip yasatiladi. Buni masalan bizaniki Bonus brendimiz. Bu brend qilish uchun bizda o'zimizning maxsus qoliplarimiz bor. Bu qolipni masalan bu qolipda men boshqa birovni nomini qo'ya olmayman. Bu qoliplar hammasi katta pul turadi. Har bittasini rangiga qarab, brendiga qarab, yozuvlariga qarab, bu qolip qo'shiladi. Qolipga pul qo'shiladi. Bu ham kimgadir uslubga qilib bersam bir xil oson aytoladi-yu, men nomim bilan qilib, men sotuvchiman, zo'r sotib yuboraman. Bu har bittasi katta mablag' turadi. Kelishuv asosida bo'lsa, o'zligi yoki masalan biz qilamizmi yoki o'zligi qilib berishadimi, nomligini qilib bersa, biz ichidagi mahsulotimizni qilib, apparatlarimizdan foydalanib, vakuum qilib, tayyor holatda qilib berishimiz mumkin. Endi bitta hozir bizda 6 oy muddati qurtimizni, lekin buni masalan kimdir Amerikadan telefon qilishadi, menga 1 yil muddat qilib bergan. Yo'limni o'ziga o'tgan safar chiqarganimizda 60 kunda yetib bordi. Amerikaga yetib borish 60 kunda yetib bordi. O'shaning uchun bizga muddatini 1 yil qilib bergan. 1 yil qilib berdik. Endi oradan ancha vaqt o'tdi, ancha mablag' sarfladik 1 yillik qilib berishimiz uchun ham. O'zidan o'zi masalan oltini biz 12 oy qo'ya olmaymiz. Katta mablag' bu ham. Qolipni boshqatdan qilamiz. Noldan boshqatdan qolib qilib, spesial Amerika uchun qilib bez sahar deb, o'zi qurtda sahar bo'lmaydi, shakar bo'lmaydi. Siz bilasiz, men bilaman. Amerikanslar ham yeb ko'ryapti. Shakar yo'q, bilyapti, lekin menga yozib berganlar. Bez sahar. Odamlar bilsin deyapti, buning ichida sahar yo'qligini, ana zarar emasligini bilsin deyapti. O'shalarni ham qo'shib berishimizga ham ancha mablag' Bitta qolip narxi necha pulga to'xtaladi? Bitta qolip endi temir qolip bo'lsa, u narsa paketlar bilan 2000-3000 ga qarab ketib qoladi. Hurmatli tadbirkorlar, agar Bonus mahsulotini sifatliligidan foydalanib, o'zingizni nomingiz ostida, brendingiz ostida mahsulot chiqarmoqchi bo'lsangiz, nomeringizni qoldirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Pastdagi raqamlar bilan bog'lanib, akam bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik qilish imkoniyati bor sizda. Aka, necha xil razmerda, necha xil quritish chiqadi va odamlarga qanaqa ko'rinishda qurtlar yetkazib bera oladi? 10 xildan shu assortimentimiz bor. Qurtda o'zida 5 grammlikdan boshlab 80 grammligacha qurtlarimiz bor. Grammajiga qarab narxlari ham o'zgaradi. Bizda oddiy oq molochindan tashqari achchiq rayhonli qurtlarimiz ham bor. Assorti qurt beramiz. Rayhonligi ham, achchig'i ham, rayhoni ham bor, farqi yo'q. Bu apparat soatiga nechta chiqaradi? Soatiga 1000 tadan 1,5 mingtagacha chiqaradi. Soatiga. Bu grammiga qarab o'zgaradi. Grammiga qarab o'zgaradi, to'ppa-to'g'ri. Grammi kichkina bo'lsa, soatiga 2000 ta 3000 taga qilsa bo'ladi. Grammaj kattalashsa, qolip o'zgarsa,
o'shanga qarab mощность pasayaveradi. Hurmatli Afg'oniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, O'rta Osiyo xalqi, agar siz bonus bilan birgalikda hamkorlik qilishni xohlasangiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Butun O'rta Osiyo bo'ylab yetkazib berishaverar ekan. Mahsulotni haqiqatan zo'r. Agar sizlarda ishlash istagi bo'lsa, obrazeslar yuboramiz, tatib ko'rib bemalol unga qarab hamkorlikda qilsalaringiz bo'ladi. To'g'rimi aka? Mana masalan, yangi brend chiqdi, yangi qurtchi chiqdi deylik, masalan, yangi semichkasi chiqdi deylik. Nerealniy darajada qurtni arzon beradi. Undan qilsa ham bo'ladi. Qurtni masalan, endi ichiga nima qo'shyapti, nima qo'yyaptini biz bilamiz. Xalq bilmaydi. Mana deydi, palonchi deydi, masalan deylik, 6 talik qurtimizdan, 6 talik qurtimizdan men masalan 4,5 ming so'm beraman. Menga do'konchi yoki masalan viloyatdan chiqayotgan yangi hamkorlar, dilerlar, mana palon firma chiqdi-yu, yangi o'shalar 3 ming so'mdan tashlab ketyapti deydi. Nerealniy narx aytadi-da, u 3 ming so'mlik qurt qilish uchun, bosh qilish uchun uni ichiga qo'lingizga tushgan narsani qo'shishingiz kerak-da. Tarkibida suzma bo'lmaydi-da unaqa. Toza sifatli narsa unaqa tayyor bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nega tayyor bo'lmaydi? Ani yaxshi narsa qimmat bo'ladi, bekorga emas, masalan. Bekorga emas. Bu masalan, meni nomim bor deb masalan 3 ming so'mlik narsani siz 5 ming so'm qo'yib olmaysiz. Xalqqa aldolmaysiz unaqa. Bo'lib ham bu yeydigan narsa-da masalan. Endi ani o'zbekchilik aytar, yo'q deydi, boshqa deydi. Biz uni ichiga biz ham masalan mana shunaqa qilib sotsak bo'ladi, lekin unaqa pul topib oq narsada aldamayman. Biz bilamiz kim unaqa sotayotganini, kim nima uchun arzon berayotganini, boshqani hamma narsani bilamiz. Lekin men u raqobat unaqa, u konkurent unaqa men ular brendini yomonlab o'tirmayman, u xalq baribir bugun bo'lmasa ertaga bo'lmasa indinga baribir biladi. Baribir bitta elakdan o'tamiz. O'shaning uchun shunaqa mayda-chuyda anaqalar chiqib bozorda bitta loyihalantirib ketadi, boshqa qiladi, baribir bizga ta'sir bo'ladi-da. Men aytaman, masalan, ular bilan solishtirman. Mana asosiy bizada masalan bizlarni konkurentlar 100 ta bo'lgani bilan baribir asosiy raqobatchilarimiz, asosiy o'zini nomiga ega, sifatiga ega bo'lganlar baribir 3 ta 4 tamiz, ko'p emasmiz. Lekin bizlarni ular bilan solishtirmaydi, arzonchi kecha chiqqan o'sha qo'zqorin firmalar bilan solishtirishadi. O'shanga sal bizlar jahlimiz chiqadi, boshqa. Klient ham to'g'ri, baribir haqdir, arzon narsa olib, arzon narsa sotgisi keladi. Lekin ichiga ham ahamiyat berish kerak-da. Lekin ahamiyat bergan bo'lsangiz, O'zbekiston xalqida ham o'sha ancha rivojlanish bor, ya'ni oddiy xalqda ham sifatni qadrlayapti. Sifatni farqiga borishni boshladi. To'g'ri. Endi odamlar masalan olib yeb ko'rgandan keyin biladi-da bu narsani. O'sha masalan olib bo'lgan bo'ladi, sotib bo'lgan bo'ladi bu narsani. Hammani tan bilish xususiyati, hammani anaqasi har xil-da, didi, vkusi deydi-ku, har xil. O'shaning uchun hammaga birdek baribir yoqmaysiz. Даже bizani sohadagi eng katta lider, gigant brend bor, masalan, hamma biladigan. O'shandan ham odamlar e'tiroz topadi. O'shandan ham. Men o'shandan keyin aniq qildim, чтобы hammani ham gapiga quloq solib, tushkunlikka tushib qolish kerak emas ekan. Kimdir nimadir e'tiroz qilsa, sizni molingizdan endi biz maksimal harakat qilamiz o'zimiz ustimizda ishlashga. Odamlarni fikrini biz albatta inobatga olamiz. Lekin o'rganib chiqamiz, qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri. Kim nima desa, har doim retseptimizni biz o'zgartirib ola olmaymiz-da. Chunki retsept o'zgartirish ham mablag' talab qiladi, vaqt talab qiladi. Bitta odamga yoqmagan qurt masalan 99 ta odamga yoqayotgan bo'lishi mumkin. Bitta odamning fikrida 99 ta bizni mijoz yoqatib qo'yishimiz mumkin. Juda nozik masala bu. Qurutni sezoni bormi? Qurt sezoni bor. Mana hozir yoz paytida dam olishlar, boshqalar, dom-oddihlar hamma ko'p e'tiborni dam olishga qaratganning hisobiga, o'shaning hisobiga bizani savdomiz oshadi. Chunki hamma dam olgan chiqqanda albatta o'sha dasturxonida qurt, pista, mana shunaqa narsalar bo'ladi. O'shaning hisobiga yozda bizani savdomiz ko'tariladi, oshadi. Qolgan periodlarda ham unaqa tushib ketmaydi-ku. U asosiy o'sha kun issiq payt, yoz paytlarida bizning savdomiz ko'tariladi. Bu joyda siz semichkalar ishlab chiqariladi? Semichka ishlab chiqarish jarayonimiz, semichkalarni qovurish jarayonimiz, tuzlash jarayonlarimiz mana bu yerda o'sha mahsulotimiz tayyor bo'lib, qovurilib chiqyapti. Mahsulotlarimiz sifatini ko'rishingiz mumkin.
dollari ham yirik. Bu Sizda kiloli semichkami bu yo qadoqlimi? qadoqlisi ham bor, kiloligi ham bor. Kiloligi ham, qadoqligi ham shu semichkalardan foydalanamiz. Asosiy shu qadoqlashga bizga o'sha 100 grammlik, 150 grammlik semichkalarimiz bor. Asosiy o'sha xaridorlarimiz Kaznika Makro o'shalarga yetkazib beramiz. Buni sifati va mahsulotingizni boshqalardan ajratib jihati nimada aka? Bizning mahsulotimiz 100% Xitoy mahsuloti, semichkalar hammasi Xitoydan keltiriladi. Biza buni ichiga o'zimizni местный ichki bozordagi o'zimizda yetishtirilayotgan semichkalardan aralashtirib yoki ulardan qo'shib sotmaymiz. Farqi bormi o'zi? Farqi bor, ancha farqi bor. Tog' bilan osmonchalik farqi bor. U местный semichkani masalan 15-20 donasini mazza qilib chaqa olmaysiz. Endi ani guruch kurmesiz bo'lmaydi deganlarda shunaqa tadbirkorlarimiz ham bor. Bozorni loyihalantirishadi, odamlarning fikrini o'zgartirib qo'yishadi. Odamlar nazarida biz qimmatchimiz. Masalan, mana shu 100 gramm semichkamni 5000 so'm taklif qilsam, bir xil tadbirkorlar bor, 3000 so'm taklif qiladi. Nimaga? Uni 100% ularning mahsulotining ichida Xitoyniki bo'lsa, unaqa puldan taklif qila olmaydi. Uni ichiga yolg'on aralashtirib, o'zimizni местный semichkalardan qo'shib, keyin bozorga taklif qilishadi. O'zbek semichkasi, o'zimizni местный semichka bilan Xitoyda semichkasi nima farqi bor? Ko'rinishida deyarli farqi yo'q, ta'mida farqi bor. Ko'rinishida deyarli farqi yo'q. Mazasini chaqqaningizda bilasiz. Bu qadoqlash hozir naryoqda tuzlash jarayoni bo'ladi. Bu tuzlash jarayoni. Tuzlagandan keyin birinchi quritib olib, keyin o'sha mana pishgan holatida, qo'rilgan tayyor holatida bizga taqdim qilishadi. Semichkani yana ham shirin bo'lishiga yana nimasiga ahamiyat berish kerak? Endi olinayotgan joyda, masalan, olinayotgan Xitoy ham har xil joylarda yetishtiriladi. Masalan, Mongoliya taraflari bor, masalan, Xitoy o'zi bor. O'sha Xitoy o'zini har xil yerlari bor. O'shanisiga ham e'tibor berish kerak. Qatdan olinayotganni razmerlariga, masalan, mag'ziga olinayotganni o'zini sortlari bor. Bularni ham o'sha har xil markalari bor. O'shanisiga qarab, sifatli yaxshisini olamiz. Buni o'z bir oyda necha kilogramm semichka sotadi? Hozirgi kunda 3-4 tonna sotyapmiz. Hozirgi kunda endi xudo xolasa hamkorlarimiz ko'paysa, xohlagan ob'yomda qo'rib sotishimiz mumkin. Ob'yomda muammo yo'q. Sifatimiz zo'r. Odamlar o'zi olib baho berib ko'rishadi, xudo xolasa sifatimiz zo'r. Bir xil mijozda aytishadi, sizlarda qimmat deydi, mana bunda arzon deydi, mijozga o'tib ketishadi. Oradan baribir 1 oy o'tadi, 2 oy o'tadi, baribir o'zimizga qaytib telefon qilishadi. Telefon qilib odamlar anu firma bilan ishlovdan 1-2 marta odamlar oldi qaytib olmay qo'ydi deb siz bilan hamkorlik qilamiz deb yana o'zimizga qaytib chiqishadi. Sababi biz yolg'on ishlatib sotmaymiz. Ichiga mesni aralashtirib, boshqa qilib odamlarni aldab bir xil sifatda ushlab beramiz. O'shaning uchun xudoga shukr o'zimizga yarasha klientimiz bor, o'zimizga yarasha bozorimiz bor. Asosiysi sifat. Agar siz sifatli mahsulotni o'zingizni do'konlar, restoranlarda sotmoqchi bo'lsangiz, bemalol bonus bilan hamkorlik qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Ani o'sha etosida ba'zi qanaqadir raqobatlar tiqilib yotibdi. Bunda ham masalan donini solishtiring. Buni import don ishlataman, okey? Mana Messi don qiladigan bo'lsa, salafanning yarmi ham bo'lmaydi 2 kilo. Ishoning, men uni qiyom bilan tosh bostirishim kerak bo'ladi. Qiyom bilan tosh bostirib, anaqasini 2 kilolik qilishim kerak. O'shaning uchun просто gapirishsa maqsad shu o'zi, okey? Masalan, hamma bolalar yesin degan maqsadda men katta pukovka qilganman. Buni hozir masalan men shu boyaga aytganimdek, kichkina pukovka asosan 200 ming so'm, 300 ming so'm pul qilaman, oshchalik qilmaydi. O'shanisini qilganman. 1 kilolik o'sha pukovkaliklar bilan, manaman deganni ichi bilan bir xil ekan. Kichik biznes uyushmasi sizlarga shunaqangi bizneslarni yoritib boradi. Keyingi safar qaysi biznesda yoritib berishimizni xohlaysizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar.